Hürmetlik vatandaşlarım, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dese de Qajaruz, Washington'dan sözleyimiz. Bugün Çeslağı 2020 yıl 8. ayının 26. günü hürmetlik vatandaş. Bugünkü vaziyetten aytqanda Amerika Qo'shma Shtatlari hükümeti Amerika Qo'shma Shtatlari hükümetining dalmışındaq bir paytda bir mavzuni ko'tarib chiqib muhokama qilayotganligini qarshi olamiz. O muhokama qilayotgan masala nima hurmatli vatandosh? Masalan, mavzuni anglab beqing. Tuyuqsiz tarqalgan xabar. Amerika Jungo dairleri insaniyetga qarshi jinoyat sodir qildi deb jakarlashni o'ylashyapti. Irqiy yo'qotish deb bekitdi. Eng yuksak tanlash bo'lganda harbiy kuch bilan aralashadi. Vaziyat mushiyada eng yuqori tanlash bo'lganda harbiy kuch bilan aralashadi. Sizge yetkizdiğin hoş haber muşiyet hürmetlik vatandaşım vatan içindeki vatandaşlarım. Sizge yetkizdiğin hoş haber mana muşiyet. Sizni tebrikleymen. Allah sizin yalğız koymadı. Allah sizin yetim koymadı. Allah sizi tayançsız, kollasız koymadı. Vatandaşım Uyguram. Bugün Amerika Qo'shma Shtatlarining hükümeti, Prezident Trump hükümeti növbeti muhokama qilayotgan tema, nima tema? Xitoy, yani Jungo Kompartiyasi hükümetining Uyg'uristonda irqiy tozalash, yani ikkinchi nuqtada irqiy yo'qotish siyosat elib berayotganligini va buning uchun eng oxirgi hisobda harbiy kuch bilan aralashishni muhokama qilayotganligini sizga xush xabar qilib bugun yetkazamiz hurmatli vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlari xalqini mushu munosabat bilan Prezident Trump va Prezident Trump hukumatini mushu munosabat bilan tabriklaymiz. Allah sana yar bo'lsin Amerika. Allah sizga yar bo'lsin Prezident Trump. Allah sizni yana bir qatam bu yıl 11. ayda o'tkazilgan umumiy saylamda yana bir qatam Amerika xalqi, Amerika bu davlatga prezident qilib saylab berishini bir Allohdan tilaymiz. Hurmatli Prezident Trump efendi, sizni tabriklaymiz, muboraklaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat katibi Mike Pompeo. Bugungi vaziyat mushu vatandosh. Endi siz buning tafsilotini anglaysiz. Mavzu mundaq, başta bir qatim ko'rsatdim, mavzu mundaq. Tuyuqsiz tarqalgan xabar. Amerika Jungo dairleri insaniyetga qarshi jinoyat sodir qildi deb jakarlashni o'ylashyapti. Irqiy yo'qotish deb bekitdi. Eng yuksak tanlash bo'lganda harbiy kuch bilan aralashadi. Dual Kudsi televiziyasi 8. ayının 25. günü YouTube ekranda mundaq xatlar paydo bo'ldi. Men bir besib, bir to'xtab ekrandagilarni bugun tarjima qilib chiqdim, hurmatli vatandosh. Buni yana ratlab chiqib sizga ayrim bir leksiya qilib so'zlab berishim kerak. Saqlab olishingiz kerak. Şunu bular hazır cümlelerde ara üzük bo'lsin, meni buning uchun kechiring, tahir etlemedim hurmatli vatandosh. Endilikda xabarning o'zini boshlaymiz. Ekranda paydo bo'lgan xat. Siyosiy yo'llarning yangi xabari. Ekranda paydo bo'lgan xat. Amerika Jungoning asalliq millatlarni rahmsizlik bilan bostirishiga irqiy yo'qotish jinoyati yoki avrishkisi chapladı. Dikkat vatandaş. Ekranda siyosiy yo'llarning yangi xabari. Ekranda Amerika Jungoning asalliq millatlarni rahmsizlik bilan bostirishiga
erki yo'qotish jinoyati avrishkisi chopladi. Faaliyetçiler ve kanun çıkargıçılar bir neçe aydan beri erki yo'qotish deb atashni izchil o'ylashib keldi. Ko'pchilik Amerika hukumati dal hozir bu masalani o'ylashyapti. Belki Washington bilan Beijing o'rtasida allaqachon buzilgan munosabatlarni texmo eg'irlashtirishi mumkin. Bundaq o'ylashish prezident saylimi reaksiyalashgan bir mezgilde yuz berdi. Ko'pchilik ikki taraf yana saylamga qatnashuvchi ikki taraf Jungo masalasida texmo qattiq bo'lishga bir gavda bo'lib ketadi. Ko'pchilik jarayonning bayonotchisi, kechiringlar, Joe Bidenning bayonotchisi mundaq ko'rsatdi. Sobiq prezident Joe Biden, sobiq muavin prezident Joe Biden, Demokratlar partiyasining prezident nomzodi navbatdagi Joe Biden Jungo qo'yilgan mundaq avrishkini jinoyatni qo'llaydi. Belki bu amel prezident Trump'ning o'ylab ko'rishiga ta'sir ko'rsatdi. Ko'pchilik ismini oshkorlashni xohlamagan manbadan kelayotgan bu xabar siyosiyonlarga mundaq oshkorladi. Ko'pchilik hukumatning bu masalani muhokama qilish dastlabki bosqichda turibdi. Bu ish Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Bexatarlik Komiteti, Davlatlik Bexatarlik Komiteti, Davlatlik Bexatarlik Ministerligi organlardagi ishchi xizmatchilarga berib chetiladi. Agar o'rtaq tunish bo'lmay turib, irq yo'qotish iborasini ishlatadigan ish bo'lsa, hukumat aylanib o'tib Jungo rahbarlarining boshqa jinoyatlarini ayblashi mumkin. Masalan, insoniyatga qarshi jinoyat va irq tozalash jinoyati. Aqsaroyning davlat bexatarligi maslahatchisi Robert O'Brien Jungo Kompartiyasi amaldorlarining yig'ib elish lageri qurganligini ayblagan edi. Şinjan, mustamlika Uyg'uriston bir necha million Uyg'urlar yashaydigan g'arbga bir o'lkadir. Ko'pchilik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq guruhidagi bir nafar kishi 2018-yil mundaq degan edi. Ko'pchilik Jungo allaqachon Uyg'urlarning avtonom rayonini zo'r ko'lamlik yig'ib elish lageriga aylantirdi. Zo'r ko'lamlik yig'ib elish lageriga aylantirdi. Ko'pchilik u yerda kishilar, ya'ni Uyg'urlar hech qanday ayblanmagan ahvol ostida nazarband qilinadi. Go'yo degudek qonunliq vakilga erishalmaydi. Ko'pchilik anglashlarga qaraganda 1 milliondan ortiq Uyg'urlar mushundaq aslahalar ichiga nazarband qilindi. Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari Jungo hukumati nurg'un Uyg'urlarga tan jazosi berdi, ayollarni majburlab bola tushirdi, tug'ut chekladi deb ayblashdi. Nazarband qilinganlarga bergan tamoqlari odam bolasi yeydigan tamoqlar emas. Jungo hukumati ularning, ya'ni Uyg'urlarning madaniyatini yo'qotmoqchi bo'ldi. Cümleden nurg'un Uyg'urlarning islom dinini ayblatkizdi hamda Kompartiya yashasin deb shior davlatqizdi. Beijing keng ko'lamda nazorat qilish uskunalarini ishlatib, Uyg'urlarni nazorat qilishga boshladi. Ko'pchilik irq yo'qotish bayonoti, lekin irq yo'qotish bayonoti oz uchraydigan bir ish. Qonun jihatda qo'l tutadigan bir ish.
siyasi cəhətdə intayin səz görüb bir iş. Amerika əməldarları ötkəndə bundaq bayanat ilan qilishdən özünü qaçırıb gələn idi. Köpçükət bulup mu? Çünki nəziriyə cəhətdə xalqara qanunlar da Amerika hökumətinin muşundaq aralışqa məcburlaydı. Nəziriyə cəhətdə bəlkə xalqara qanunlar Amerika hökumətini muşundaq aralışışqa məcburlaydı. Gerçi hərbi aralışış bolmasın o hazırca. Çünki hazır baş götürüp atqan çoğ dövlət Bexəterlik Komitetində inkar qilish hüquqi var. Şunlaşqa Amerika təşəbbüs qilib, Irak yo'qotishdan iborat mundaq əvrişkini cüngüge çaplaydigan bolsa, adetkidən teximi çoğ bolğan siyasi tosalgıga düçar boludu. Birinçiliksimiz tügüd hörmetlik vatandaşım, rahmet Amerika, rahmet Prezident Trump hükümeti kollaymaz. Cinayet bekitiş, Irak yo'qotish cinayetini cüngüge bekitiş ve harbiy aralashishni, harbiy kuch bilan aralashishni kollaymiz Amerika xalqi, kollaymiz Prezident Trump hükümeti.